Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai ve hatimil murselin. Nebiyyina ve kudvetina ve kurrete a'yunina Muhammed ibn Abdullahil hadiyil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men sâre ala hediyihim ila yevmiddin. Amma ba'd. Allah hamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavatlarını yollagandan keyin maqsad kelsa qarindoshlar, shayxninki evvel sürgen ibaresi فَالنَّفْسُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيِ الْاِنْسَانِ اَمْرُهَا عَزِيمٌ وَشَأْنُهَا كَبِيرٌ. Şeyh deydi ki, insanın iki bakını o'ttirisiga joylashgan, yani insan vücuduga joylashgan bu nefs emruha azim ve şa'nuha kebir. Bunun işi katta, mertebesi büyük. Nefsinin kılınan işleri katta, çoğun işlerini kılıdı. Mayda yaxşılık taraftan bolsun, yamanlık taraftan bolsun ve onun mertebesi yukarı. Allah subhanahu ve teala, Allah azze ve celle bu Allah'ın kattılığı dalalat kılıdığan özünün köplegen mahlukatları bilen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kasem kılgan. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kudretige, karametige, azametige dalalat kılıdığan özü yaratkan çok mahluklar bilen Allah Teala kasem kılgan Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Suretü Şems. Eş-Şems suresi de Allah Subhanahu Teala del biz toxtalavatkan nefsi bilen kasem kılgan. İki nefsi bilen kasem kılgan. Birincisi en-nefsul mufliha. Sahibini nicatlıkka eriştirdiğen, bəxtke eriştirdiğen nefsi bilen qasam qılgan. Ve özünün sahibini halak kılıdığan, bəxtsiz kılıdığan nefsi bilen hem qasam qılgan. Allah Teala deydi ki, Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Bu sürünün başında Allah Teala kuyaş bilen, onun nuru bilen qasam qılgan. Kuyaş kattı neyse, kuyaş çok onadagan insanlı çıkan. Onunki alaylı karakterlerini ve onun rolünün çoğunluğundan kuyaşni ilah kılıp Allah ba. Demek Allah Teala özünün mahlukatlardan kattı mahlukatı olan kuyaş ve onun nuru bilen qasam qılgan. Kuyaşqa ergeşken ay bilen qasam qılgan. Yorgan şu gündüz bilen qasam qılgan. Qarang'oluk kapıgan şu keçi bilen qasam qılgan. Osmon bilen ve onu bina qılgan zatı bilen, zimin bilen ve onu bina qılgan zatı bilen qasam qılgandan keyin, yani özünün katta mahlukatları bilen qasam qılıp bolgandan keyin biz to'xtalmoqchi bo'lgan tema bo'lgan nafsi bilen ham qasam qilib shunday deydi ekan, va nafsi va ma sawwaha. Ve nafsi bilen qasamki, uni ravrus, chiroyli, puxta, mukammal qilib yaratgan zot bilen qasamki. Mana bu yerdan bu nafsiningmi Allah Teala'nın yaratgan mahlukatları içindeki katta büyük mahlukat ekanligi chiqadi qarindoshlar. Çünkü Allah Teala çakına, kichik, haqir narsalar bilan qasam qilmagan. Allah Teala ya ma'naviy jihatdan büyük bo'lgan, ya mayli jismoniy, moddiy jihatlardan büyük bo'lgan narsalar bilan Qur'on-i Karimda qasam qilgan. Allah Teala nima bilan qasam qilgan bo'lsa, u narsaning insonlar hayotida favqulodda rol uchun. Mana bu yerde biz to'xtalmoqchi bo'lgan nafsi bilan qasam qilyapmiz. Va u nafsini mukammal yaratgan, ravrus yaratgan, chiroyli yaratgan Allah bilan ham qasam qilyapmiz. Keyin nima deydi? Fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Ana shu nafsiga Allah Teala fojirlik, ya'ni yomonlik yo'llarini va uningki yaxshi yo'llarini ham u nafsiga qanday qildi? İlham qilib bildirdi deydi. Demek insan bir amalni qilayotgan bo'lsa, bu amal yaxshi amalmi, solih amalmi? Yoki shaytonning bir ilmi kirdirdim, bir so'g'an, bir nachar chakin amalmi? Buni inson sezdi demoqchi. Haqiqatan har qanday inson sezdi. Bir amalning yaxshi yomonligini insonning qalbi uni sezdi. Ya nafs xohish buni yo'gab turdi, yib turdi, shaytonning vasvasalari yib. Allah Teala asli bildirgan. Fa alhamaha fujuraha va taqwa. Yaman yo'llarni, yani fojirlik yo'llarini, gunoh ma'siyatlarini ham Allah Teala o nafsiga bildirdi, ilhom qildi va to'g'ri durust yo'llarni ham bildirdi, ilhom qildi deydi. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah Teala günah ma'isatni ilhom qilib bildiribdi o nafsiga va to'g'ri durust yo'lni Allah Teala ilhom qilib bildiribdi. Mana bu şeyden ikki narsa chiqyapti. Birisi bu nafsigisi yoki fojir bo'lganligi yoki taqvo bo'lganligi. Chunki fujuraha va taqvoha degan mushkalimda shu chiqdi. Keyin ham aniq ayirib Allah Teala da'vat etdi. Qad aflaha man zakkaha. Kimiki nafsini poklagan bo'lsa, pok tutgan bo'lsa, ya qunab qolgan qasmaq chang to'zanni gunoh ma'siyatlarni solih amallar bilan yuvib tozalagan bo'lsa, aflaha. U nijotlikka erishdi. Dunyoda aziz, oxiratda ne'mat ichida yashaydi demoqchi. Va qad khaba man dassaha. Kimiki bu nafsini xorlasa,
günah maisatlar bilan kirlashtirsa, çakını rezillikler bilan pastlashtirsa, xo'p, u kimsiz bo'ldi. U kishi vayron bo'ldi. U kishi baxtsiz bo'ldi. Dunyoda bir xor hayot, oxiratda Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'ldi degan. Shayx deydi, Alloh taoloning qad aflaha man zakkaha degan bu yerdagi zakkaha, ya'ni o nafsini poklagan bo'lsa degandagi bu yerdagi poklash, u nima desa, az-ziyadatu fil xayr, yaxshilikni ziyoda qilish. Salih amallarni ko'p qilish. Nafsini poklashninki ma'nosi nima ekan qarindoshlar? Yaxshilikni ko'p qilish. Salih amallarni ko'p qilish. Nafsini poklashning yo'li bu ekan. Mana bu yerdagi qad aflaha man zakkaha degan oyatdan bo'lgan murod kimiki nafsini poklashda tirishchanlik ko'rsatsa, uni isloh qilishga ham tirishchanlik ko'rsatsa, ya'ni bir oz buzildi. Yomon fikrlar o nafsiga kirib qoldi. Yomon amallar o nafsiga aralashib qoldi. Shunda aralashib qolgan vaqtida uni isloh qilishga tirishchanlik ko'rsatsa va Alloh taologa, uning payg'ambariga va mu'minlarning bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilish bo'libmi? Taat ibodatlarda, xayriyat, yaxshi amallarni ko'p qilishlarda bu kishi shu taat ibodat bilan xayr ihsonlarni ko'p qilish bilan bu nafsini o'rnini yuksaltsa, chakinishlar bilan pasaytib etmay, bu solih amallar bilan uning o'rnini yuqori ko'tarsa va yomonliklardan, gunoh ma'siyatlardan bu kishi yiroq turishga tirishchanlik ko'rsatsa, tahaqqaqa falahuhu. Bu kishiniki nijotlikka erishishi amin edishi. Kimiki nafsini poklash nijotlikka erish dedi-ku. Demak, bu yerdagi poklash nima bilan bo'lgan qarindoshlar? Yaxshi amallarni ko'p qilish bilan. Biringiz gapiraysiq. Xo'sh. Endi Alloh taolaning vaqad khaba man dassaha degan so'ziga kelsak, o'zining nafsini xorlagan kishi u vayron bo'ldi, halok bo'ldi, noumid bo'ldi degan bu oyatga kelsak, mana bu yerdagi o'z nafsini xorlash, u bo'lsa-mu o'z nafsini past qilish, yegurish. Hatta yo'shirib ko'rinmaygan qilib o'tish. Mushadan shunda bir ma'nolar chiqyaptiki, qarindoshlar, nijotlikka erishadigan, qutuq qozonadigan nafsining o'rni maqomi yuqorilayotdi. Salih amallar bilan yuqorilayotdi o'rni, egizlayotdi. Ma gunoh ma'isat bilan uni xorlagan bo'lsa, bu kishi vayron bo'ldi dediki, gunoh ma'isat bu nafsini xorlab qanday qilyotdi, o'rnini pastlatib yetib bordi. Shuning uchun shayx deydi-ki, bu yerga nafsini xorlash, u nafsini past qilish, hatto ixfa, yo'shirib ko'rinmaydigan holatga keltirib o'tishapti. Gunoh ma'siyatlar bilan ko'mbitish, o'rnini past qilib o'tish. Bir gunohkor inson, bir osiy banda, Alloh taolo uni ne'mat qilib bergan o'zining bu hurmatli nafsini jinoyatlar bilan, gunoh ma'siyatlar bilan chaqinlashtirib o'tdi. Chunki Alloh taolo qasam qildi nafsi bilan. Ondavanki bu hurmatli narsa, katta narsa. Va nafsi va ma sawaha deb nafsi bilan qasam qildi-ku. Demak, bu hurmatli oliy bu ne'mat bo'lgan nafsini osiy inson qanday qiladi? Gunoh ma'siyatlar bilan o'rnini pastlashtiradi. Va uni razilliklar bilan, har xil pastkash qilmishlar bilan buni yerga uradi. Va oxir bu nafsini qanday qiladi? Vayron qiladi, halok qiladi, chakana ayib sanalgan shirkatlar bilan. Oxir berib bu nafsini nimaga aylandanda? Daniyatan vazi'atan munhattatan. Pes, haqoratlik, ahonatlik, xor bir nafsga aylandi. Shuning bilan bu kishiga xorliq, dunyo oxiratda ziyon tortish bu kishiga tegishli bo'lib qoladi. Va liyazu billah, Alloh taoladan buni sig'inib panoh tilaymiz. Bu mazmundan qarindoshlar, nafsining uni poklash bilan oliy ustunlik martabaga daraja ko'tara oladiganligimiz, gunoh ma'siyat bilan o'rnini tuvallatib yerga uradiganligimiz hech qiladi bu mazmunlarda. Muallif yuqorqi so'zlarini texnik ochiqlashtirib, nafsini ikkiga ayirgan cho'ng jihatdan. An-nufusu sharifa, sharaflik, oliyjanob nafs va nufusu daniya, pas, chakana nafs. Birisi jannatga ulashtiradigan nafs, yana birisi jahannamga gapiradigan nafs demakchi. An-nufusu sharifa, pok bo'lgan, sharaflik bo'lgan, oliy bo'lgan bu martabalik bu nafs, pas, chakana narsalarga rozi bo'lmaydi. Eng ustun bo'lgan, ya'ni solih amallardan demakchi-da, afzal bo'lgan, oqibati maqtalinadigan narsalarga rozi bo'ladi. Masalan, mu'minning nafsi. Mu'minning nafsi har qanday bir razillik, pastkeşlik, gunoh ma'siyatlarga rozi bo'lmaydi. Agar bilmasdan qilsagan bo'lsa, nihoyatda beorom bo'ladi shu kuni. Uyqusi kelmaydi, ichi siqiladi, qo'li ishga bormaydi. Shu ishni qilsaganiga, shu pastkeşlikni qilsaganiga. Chunki uning asl nafsi qanday? Oliyjanob, martabalik nafs, sharaflik nafs. Qachoniki bir pastkeşlik kirib qolsa, bir gunoh ma'siyat kirib qolsa, u kishi unga rozi bo'lmaydi. İkincisi olan an-nufusu daniya, chakına past nafs uchu desa, shu pastlik, chaqinliqlar atrofida cho'gilib yurdi. Xuddi shivin, nijoset, axlat, shirindilarning atrofida beqirab yurgandek, past chaqina nafsi egisi, razilliklar, pastkeşliklar, gunoh ma'siyatlar, shaytonning har xil ilmiy kirlari, mayli ayollar tarafdan
Mayli mal dünya tarafdan, mayli hukuk mensep tarafdan, mayli qo'limizdagi telefonning salbiy taraflaridan. Qachonki telefonni açsa, shu o'zining axloqiga to'g'ri kelmaydigan, iymoniga to'g'ri kelmaydigan, shu razillik, shu chakunlik, shu hayosizlik, axloqsizliklarni ko'rdi degan. Ma chakun nafsigisi. Oliyjanob nafsigisi-chu, undaq emas. Mayli mal dünya, mayli ayollar, mayli farzandlar, mayli hukuk menseplar onun ijobiy taraflaridan foydalanadi. Demek qarindoshlar, u an-nafsu sharifa, bu oliyjanob martabalik, sharaflik bu nafs zulmga rozi bo'lmaydi. Bundaq nafsigisi zulmga rozi bo'lmaydi. Mayli boshqalarga zulm qilishga bo'lsin, mayli o'zining nafsiga zulm qilish bo'lsin, bular rozi bo'lmaydi. Va har xil buzuq, fohisha qilmishlar ham rozi bo'lmaydi. O'g'irlikqa asla rozi bo'lmaydi, xiyonatga rozi bo'lmaydi. Chunki o sharaflik nafsining maqomi abayqi pastkeşliklardan yuqori, ustun. Yuqorida tilg'ilgan razilliklar, pastkeşliklar, xiyonat, o'g'irlik, zina, fohisha, mana bular asli past bo'lgan, martabasining tuvan bo'lgan, oyoqning ostida bo'ladigan bir chakina martabalar. Ammo oliyjanob martabalik sharaflik nafsiga bular rozi bo'lmaydi. Chunki uning o'rni yuqori. An-nafsu dani'a, yani çakını pes nefsi ilgisi olsa, bu xar, haqir, razil, yani arzimas bir nefsi ilgisi olup, yuqarıqının dal eksici. Çünkü xuddi axlatxonada жүргендek, har xil chiqrindilarning atrofida жүргендek, yomonlikni purab yurdi. Shundaq muhit yashaydi, shundaq muhitga o'zini ko'ndirdi va shu xil kishilar bilan do'stlashdi, shu xil kishilar bilan qo'shni bo'lib, birga ish qilib, birga sheriklashib ishitmoqdi. Past tabiatlik nafsiga ega kishining qiladigan ishi bu. Demek nima desa, mayli oliyjanob martabalik nafs egisi olsun, mayli chakini past nafs egisi olsun, hammasi o'ziga munosib bo'lgan, o'ziga o'xshash bo'lgan, o'zining xarakterida bo'lgan, o'zining tabiatida bo'lgan tarafga qarab maqadi. Qog'i bilan do'st bo'lsang, yeyishing po'q degandek. Jamiyat qarsaqmish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen bir kishini onunki do'stlik qarab bilgan deganidek, bizdagi abiy yuqorqi maqol tamsilni shuni isbotlaydi. Demek her kim o'zining sohasida kishilar bilan do'stlashib aloqa qilib, hatta quduvajulab, nikah qurib, har xil sherik tijoratlar, ulush xizmatlarni yapmoqda. Umumiy jamiyatga ahvol bu. Agar siz oliy martabalik, maqtalinadigan nafsi egisi bo'lsangiz, do'stlaringiz ham shunday bo'ladi. Agar siz chakina past tabiatlik, bunday tushib qolsangiz, demak sizningki ijtimoiy munosabatli do'stlaringiz ham shunday kishilar demakchi. Agar nafsini poklash mana mushunda bo'lgan bo'lsa, o'z nafsiga samimiy bo'lgan, o'zining ro'yiga, o'zining jiniga, o'zining aqliga, o'zining vujudiga, ya'ni o'zining nafsiga samimiy bo'lgan, xolis bo'lgan bir musulmonga nisbatan nafsini poklash vojib bo'ladi. Shayx Mishadi bir hukmni o'tirib qo'yadi. Shar'an tazkiyatun nafs, nafsini poklash vojib demakchi. Ya'ni uningga alohida ko'ngil berish, himoya qilib turish, xuddi farzandimizni himoya qilayotgandek. Xuddi bir mevalik daraxtni bir ko'chatni tikib qo'ygan bo'lsak, sirtqi kuchlardan uni qo'g'dab va uning harom shaqlarini putab, o'g'itlab, suv berib qo'g'digandek shuni mevasini yeyish uchun bu nafsini qanday qilish to'g'ri keldi? Alohida buning ko'ngil berish to'g'ri keldi deydi. Maqtalgan qad aflaha man zakkaha dedi ya Allah taolo maqtayotdi mana. O nafsini paklagan kishi nijotlikka erishdi deydi. Demek mana shunday maqtalinadigan bir g'oyaning insonning hayotida amnilish uchun o'chadi buningga tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keldi. Nima uchun? Liyufliha fi dunyahu va ukhrahu. Dunyo va oxiratda nijotlikka erishish uchun. Va haqiqiy bo'lgan baxt saodatga muyassar bo'lish uchun bu nafsini poklashiga, o'z nafsiga samimiy sodiq bo'lgan bir musulmon o nafsini poklashga alohida ko'ngil berishi bu kishining ustiga vojib bo'ladi. Demek qarindoshlar, biz to'xtalmoqchi bo'lgan bu tema tazkiyatun nafs, nafsini poklash ustimizga vojib. Buni pastlashtiradigan, chaqinlashtiradigan, xorlashtiradigan har xil gunoh ma'siyatlardan uzoq tutish, uning darajasini oliy qiladigan, martabasini ko'taradigan solih amallar bilan ko'p shug'ullanish ustimizga qanday bo'lib tushdi ekan qarindoshlar? Vojib bo'lib tushdi. Shar'an tazkiyatun nafs, nafsini poklash vojib demakchi.